Boshlang'ich ta'lim fakulteti talabasi Abdusamadova Mahliyoning boshlang'ich ta'lim o'qituvchisining kompetentligi fanidan tayyorlagan taqdimoti. Mavzu: boshlang'ich ta'lim o'qituvchisining kompetentligi fanining predmeti va vazifalari. Rejalar. Birinchisi, kompetensiya haqida umumiy tushuncha. 2. Fanning predmeti. 3. Fanning vazifalari. Kompetensiya nima? Kompetensiya so'zi tarjimada layoqatli, munosib bo'lmoq kabi ma'nolarni anglatuvchi lotincha competere so'zi asosida hosil bo'lgan. Kompetentlik ma'lum holat xususida to'g'ri mulohaza yuritishga imkon beradigan, bilimga ega bo'lish, dalil isbotli fikr, kishining muayyan sohada saviyasini ifoda etadigan atama. Fanning predmeti – bu boshlang'ich sinf o'qituvchisining kasbiy faoliyati, pedagogik mahorati, kompetensiyalari va ularni shakllantirish jarayonlarini o'rganishdir. Vazifalari: talabalarga pedagog kompetentlikka doir manbalardan foydalana olishga o'rgatish va ularda pedagogik kompetentlik haqidagi tasavvurlarni hosil qilish. Ta'lim-tarbiya jarayonini bola ruhiyati, uning neyropsixologik, neyropedagogik imkoniyatlarini hisobga olgan holda tashkil etish uchun zarur bo'lgan bilim ko'nikmalarini egallashlarini ta'minlash. E'tiboringiz uchun rahmat.